Assalomu alaykum. Jannatmonand O'zbekistonimizga tuprog'idan oltin unuvchi diyor degan ta'rif berilgan. Bugungi kunda mamlakatimizga dunyoning turli davlatlaridan sabzavot va mevalar, oziq-ovqat mahsulotlari import qilinmoqda. Lekin yurtimiz olimlari ushbu mahsulotlarni ona zaminimizda yetishtirishni maqsad qilgan. Ayni paytda biz Toshkent davlat agrar universitetining o'quv tajriba xo'jaligidamiz va dasturimiz orqali bu yerda olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari xususida so'z yuritamiz. Tabiat yoqimli ta'mga, foydali xususiyatlarga ega ne'matlarga boy. Olimlar tomonidan universitet o'quv tajriba xo'jaligida ilmiy izlanishlar olib borilayotgan o'simliklardan biri Golubika o'simligi hisoblanadi. Golubika o'simligi Polshadan olib keltirilgan. O'zimizni iqlim sharoitiga moslashtiryapmiz. Bu juda shifobaxsh o'simlik hisoblanadi. Ko'z kasalliklariga juda ko'p ishlatiladi. Oshqozon osti bezini yaxshi ishlashiga juda foydasi katta. Mana qandli diabet kasalligi bilan chalinib yurganlarga foydasi juda katta bir mevasi. Polshada bizga iqlim sharoiti qaraganda juda ancha salqin. May-iyun oyida bu golubika mevasi pishib bo'ladi. Shu iqlim sharoiti o'zimiz issiqligi uchun juda shirin. O'zimizning iqlim sharoitida yaxshi navlarini tanlab olib, avgust oyida yashil qalamchalardan ko'paytiramiz. O'tgan yili 1000 dona yashil qalamcha ko'paytirdik. Bu yil bir 2000-3000 dona ko'paytirmoqchimiz. 2025-2026-yillar o'zimizda ko'chat bozorlarida golubika ko'chatini yetkazib berish niyatida ish olib boryapmiz. Bu Duyuk degan navi 4 yoshli ko'chat. Hosillarni ko'rib turibsiz. Bu 3 yoshidan o'sha meva berishni boshlaydi. 90% pishib bo'ldi mevasi. Mevasi tugagandan keyin bu yashil qalamcha berishni boshlaydi. Buni ekilish jarayoni shunday bo'ladi. 60-60 qozib olganmiz. Tagiga 15-20 sm daryo qumidan shag'aldan solganmiz. 20 sm tor solganmiz. Ustiga 15 sm archa qipig'idan solganmiz. O'zbekistonda hali bu ilmiy ish qilinmagan golubikadan. Maqsadimiz o'zimizda iqlim sharoitiga mos keladigan qalamchalarni ko'paytirish.